Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana o'sha samimiy gaming men bo'ldi qaranglar. Bugun biz o'zimizga katta qasr quramiz. Nima deysizlar? U mana shu bo'ladi. Unchalik katta deganda katta emas. Lekin chippa chiroyli qurishim kerak. Men quruvchi emasman. Oldin ham aytganman, quruvchi emasman deb. Lekin o'rtacha qura olaman. Mana shuncha pol yetadi. Xo'sh do'stlar, bugun maqsadimiz qasr qurish. Mancha Minecraft ustimdan kulyapti-da. Suli joy qilib qo'yganini qaranglar. Bitta emas, mendan qayerli o'raya. Do'stlar, polni bitirib bo'lsam ko'rsataman. Qanchalik katta bo'lganini ko'rasizlar. Mana do'stlar, polni ham bitirib oldim. Mana buni nega ochiq qoldirdingiz desanglar, chunki bu yerga basseyn qilaman. Har bitta zo'ryi ichida basseyn bo'ladi, to'g'rimi? Qasr shunaqa joylar. Manikida ham basseyn bo'lish kerak edi. Bo'lmasam bo'lmaydi. Nima desam bo'ladi yana? Basseynda issiq suv turmaydi. Muzli suv turadi. Ertalab turib bitta kalla tashiydi, kim bo'lsa ham shu bilan zo'r bo'ladi. Ye. Hamtini yopibman-ku. Xo'sh. 3 blogan bo'laveradi, to'g'rimi? Kichkinalar cho'kib ketadi bo'lmasa. To'g'rimi? To'g'ri do'stlar. Hop. Buni tagi loydan bo'laveradi, chunki suvni torta olmaydi o'ziga. Xo'sh. Mana endi suv quyib chiqish payti keldi. Boq. Tez quyib tashlaylik. Tez. Men qaga chiqib oldim. Mana. Mana bo'ldi, basseyn ham suv juda kuchli-ku. Mana shundan keyin men bitta qasr quramiz. Qani bo'lmasam ketdik. Yana atrofini qurib olaydimi? Qasrni. Bunday 5 blokli bo'ladi-da. Bunaqasiga ketgan bo'ladi keyin. Qasrni quraman hozir. Qasr itini quraman. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Xo'sh. Endi men bitta kelish kerak. Ana qoravoy bilan o'ynaganda yaxshi qolardi, to'g'rimi? Qoravoy bilan qurganda ham tezroq bo'lardi. Qoravoy sizlarga kim? Menmi yoki qoravoymi? Sizlarga kim yoqadi? Menku, to'g'rimi? Men yoqaman sizlarga, to'g'rimi? Qoravoydan ko'ra. Xo'sh. Endi nima qilamiz? Mana bloklarda boshqacha qasr qilib qo'yadi bu. Qasr bo'lganda ham, oldinga qasr quryapman men. Sizlar ko'rgan bo'lsanglar kerak. Ana kino bor-ku bitta. Oldingi qasrda yashaydi-da. O'gay onasi bo'ladi. Keyin o'gay onasi kun bermaydi-yu qiziga. Xuddi o'sha qasrni quryapman. Qo'rqinchli qasr deb turgan. Yaxshi, ujus qasrida. Xuddi o'sha qasrni quryapman.
Aytgancha do'stlar, tez obuna va like bosib qo'yinglar, sizlardan chiqib qolmasin. Men to'g'risida bo'lolmayapman, atpis qilyapsizlar-ku. Nega atpis qilyapsizlar? Ha? Atpis qilmaylardi. Sal bunday mana ko'proq atpischikka ega bo'laydi. Hop, 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 hop. Hop, ana. Bo'ldi. Bitta ham shunaqa qilib qo'yaman. Ana. Orqa tarafida vashshita. Shunday o'yimga. Keyin aytdim-a, qanaqa qasrligini. Xuddi o'shanda qizni cho'ktirib yuboradi-yu basseynda. Qiz tirik chiqadi. Ularga 2 etashga edi, mana 2 etashga quraman qasr. Qizi bechara zaxda yotardi. Ota-onasi gilamda, kravatda mazza qilib yotardi. Devorni qurib olay. Keyin ko'rasizlar. Do'stlar, qurib bo'ldim. Uzra boyaga birinchi etajni tugatib videoni yoqaman degandim. Yoqolmay qoldim. Lekin mamnun qoldim. Qo'rqinchli bo'lib ketdi-ya. Buni tomi ham bor edi. Tomi ham mana larini kattagina edi. Tomini quraman, bu joyini kesmayman lekin. Chunki vashshi kam bo'lib qolyapti videoyimiz. Do'stlar, agar sizlarga videoyim yoqayotgan bo'lsa, like va obunani bosib qo'yinglar. Aytib qo'y, bo'lmasam xafa bo'laman. Like bilan obuna bosib qo'ymasanglar. Keyin ichidagini tozalab chiqishim kerak. Chunki ichida hech nima yo'q edi. Xo'sh. Qizi baqaloq bo'lardi-yu, vashshi. Aytgan kinoyimda. Qizi vashshi baqaloq bo'lardi. O'zini qizi bo'lardi, lekin Zumrad va qimmat emas edi o'sha. Rapunzel emas edi. Bir nima edi, qizi baqaloq bo'ladi. Shahzoda bo'lib qoladi. Ana qovoqdan qilib beradigan emas. Qovoqdan arava qilib beradigan kinoni aytmayapman, boshqa kino. Bitta malika kelib qolib qovoqdan ana qilib beradi-yu, mashina, arava. Xuddi o'shanda yetib oladi-yu. Bino o'ynaydigan joygacha. Xo'sh. Yaqinda qurib bo'laman. Keyin ana bo'ladi-yu. O'sha o'gay qizi mehnatkash bo'lardi. O'gay qizni urishaverardi. Oxiri ana voy yigitga ana bo'ladi, yerga tegadi. Podshohni o'g'liga. Xuddi o'sha kinoning nomini eslamayapman. O'sha kinoga o'xshash edi. Hozir men hamma odam xonasini ko'rsatib chiqaman. Hozir için tozalaymiz. Hamma joy qo'rqinchli edi o'sha qasr. Aniq qo'rqinchli ekan. Bu joyni ko'rsatmaslik kerak edi. Menga hozir men bu blokda ishlataman. Mana shunaqa nezrayt blokka o'xshash dolar uyim.
Keyingi safar nima quray? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. Lekin aktiv bomba bo'lib ketdi-da. Ana 7 minutlik bor edi-yu, videoyim. 7 minutlik. Xuddi o'shani aktiv bomba bo'lib ketdi. Ashyo zo'r bo'ldi o'shani aktivi. Menga yoqdi. To'xtanglar, men butini qurib qo'yish kerak endi. Nezaraytdan o'lagan. Nezarayt panjara. Bechoralar puli yo'qmidi deb o'ylab qo'yganman-da. O'sha kinoni ko'rganda. Hamma joyi bir xil edi-da. Mana xuddi o'sha kinonikini quryapman. Bu bizni qasr deb qo'rqinchli ovozda aytadi-yu. Oyisi. Mashta yashaysan. Dirdi-yu. Ochirib yubordi. Mana shunaqa bo'lardi-da. Birinchi etajga tushdi. Mana bittada zinasi bor edi. Ana baqaloq qizi zinadan ham yiqilib tushgandi. Bir g'irt anqov qiz bo'lganda o'sha baqaloq qizi. Umuman yoqmagan menga. Mana mashinadan kirib kelardi. Mana shunday qilsanglar, shunday kirsanglar bitta 100 qiladigan, 100 bu imamni qiladigan joy bor edi. Bunday keyin mana bitta oshxona bor edi. Bu yerda ko'rganinglarda pechka, verstak, bu yerda o'zi stolida mayli. Bittadan qo'yaveraman. Mana bitta bechora ana o'gay qizi, o'gay onasi bor qizi xonasi edi. Bechoraning bor edi. 2 dona. Hey, kirasanmi? Bo'ldi. Mana bitta chiqardi. Bular xonasi yana semiz. Mambut onasining xonasi edi. Oyisining xonasida yo'q edi tovuq. Mayli, tushib ketaver. Mambut onasining xonasi edi. Mambut ana baqaloq xonasi edi. O'sha baqaloq umuman yoqmasdi menga. Baribir o'shani oyog'ini chopib tashlashadi. Xo'sh. Ertalab turganda qizim hamma yiqilib bo'ladi-yu. Uyqusiraydi. Keyin o'limda ana ozg'in qiz sababchi bo'ladi. Ana basseynda cho'ktirmoqchi bo'ladi onasi. Cho'ktira olmaydi. Ana. Tuxum bor ekan. O'lmayapti. O'ldirishimiz kerak. Mashlari yo'qmagan menga. Yo'qmaganligi uchun qurdim. Hammasi mana ustimda portladi. Do'stlar, qaranglar. O qilaman. O B Obun. Mana. Obun. Obuna. Tuxumlar даже obuna so'zini yozadi. Sizlar yozamisizlarmi? Momuni qaranglar. Urib bo'lmayapti. Bichora tovuq ko'tardi. Bichora tovuq ko'tyapti.
Lekin vashshe zo'r joyda spawn bo'libdi. Короче, xayr do'stlar.